Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi Xitoy 2 bozorimiz obzorini boshladik mana. Mana Yangi yil yaqin qo'rg'ov kiyimlar uchyapti. Bu bozor faqat detskimi deganlar uchun kattalarda kiyimlari ham bor, kattalar reja, mana kanzarlar, dvoykandan ham olamiz. Bu dvoyka necha pul aka? 110 ming so'm ekan bu dvoyka. Tepaligini o'zichi? 60 ming, 55 ming, 60 ming. 55 ming, 60 ming. Bu Adidaslar necha pul ekan aka? 35 ming. Troyka bu? Troyka. Ranglari juda ham ko'p ekan. Bu monolarchi aka? Kombinezon 25 ming. Qo'qopchalichi aka? 32 ming so'm kombinezon ekan bu. Shapkali, ranglari ko'p. Endi kattalar uchun paltolar chiqdi. Har xildan bor. Aka necha pul bu? 150 ming so'm ekan. Puliga arziydi. Bu yoqda bunaqalari ham bor ekan. Bu necha pul aka? Hammasi 150 ming so'm ekan. Razmerlari bor ekan. Bu yerda optim sochoqlar bor, asartniklar juda ham ko'p. Bu do'konda oldin ham kirib reklamalarni qilganmiz, narxlar bilan tanishganmiz. Adyollar, sochoqlar, bandosh sochoq, kichkina sochoq hammasidan bor. Asartnik juda ham ko'p. Bu tarafda aksariyat ko'ylaklar. Opa, bu dvoykalar necha pul? 95 ming ekan. Ko'proqqa yana kelishtiriladi ekan. Bu yerda 35 ming so'mdan aksiya bo'lyapti ekan. Bu jenferchalar 35 ming ekan hammasi? Hammasi 35 ming so'm. Bu kurtkachi aka? 210 ming ekan. Lekin bu jenferlar arzon ekan, juda ancha. Bularchi aka? Bu ham 35 ming so'm. Hammasi Xitoy. Mana bitta kattalar, sportivkalar necha pul aka bular? Tepa pastmi bular necha pul? 125 ming ekan. Velvetli. Bunaqa svetlari ham bor ekan.